Pedagog kadrlarning malaka toifasi test sinovi bo'yicha video qo'llanma. Pedagog kadrlarning malaka toifasi test sinovlari butun respublika bo'ylab Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan har bir hududda belgilangan maxsus binolarda o'tkaziladi. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan talabgorlar uchun har bir hududda bir qancha qulayliklar yaratilgan. Maxsus binolarda kutish zali, ona va bola xonasi hamda tez tibbiy yordam xonasi mavjud. Talabgorlar test sinovlarini topshirish uchun kelganlarida kirish tekshiruvidan o'tishda ro'yxatda ko'rsatilgan narsalar mas'ul xodimga topshiriladi va nomer olinadi. Talabgor o'zi bilan faqat quyidagi ro'yxatda ko'rsatilgan buyumlarnigina olib kirishi mumkin. Test topshiruvchilar uchun ma'lum dress-kod mavjud emas. Test topshiruvchi tegishli xonaga kiradi va mas'ul xodim ko'rsatgan joyga o'tiradi. Test topshiruvchi kompyuter oldiga o'tirganidan keyin oynada ko'rsatilgan bayroq belgisi orqali o'z tilini tanlaydi. Bu test tiliga ta'sir etmaydi. Oynadagi qatorga o'z JSHIR, ya'ni jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami kiritiladi. Agar talabgor o'z JSHIR jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamini bilmasa, oynaning o'ng tarafidagi so'roq belgisini bosadi. U yerda uning shaxsni tasdiqlovchi hujjati kelib chiqadi. Hujjatdagi JSHIR raqami quyidagicha, ya'ni siyoh rang bilan belgilangan bo'ladi. JSHIR raqami kiritilgandan so'ng kirish tugmasi bosiladi. Keyingi oynada Face ID paydo bo'ladi. Face ID dan o'tish uchun videoda ko'rsatilgan tartibda, ya'ni yashil doira paydo bo'lmaguncha kameraga to'g'ri va qimirlamasdan qarab turish lozim. Face ID dan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng keyingi oynada talabgorning shaxsiy ma'lumotlari paydo bo'ladi. Ma'lumotlarni diqqat bilan tekshirib chiqqandan so'ng fan tanlanadi. Test jarayonida yoningizdagi kompyuterga qarash, o'rningizdan turish mumkin emas. Pedagog kadrlarning malaka toifasi test sinovidan o'tkazish 2 bosqichda amalga oshiriladi hamda ikkita bosqich bo'yicha umumiy 100 ballik tizimda baholanadi. Bunda maktabgacha, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim pedagog kadrlarining birinchi bosqichda pedagogning mutaxassislik fani va kasbiy standarti bo'yicha bilim darajasi, ikkinchi bosqichda esa pedagogik mahorati baholanadi. Birinchi bosqich pedagogning mutaxassislik fanidan 35 ta, pedagogning kasbiy standarti bo'yicha esa 5 ta test savolidan iborat. Ikkinchi bosqichda esa mutaxassisning bilim, ko'nikma va pedagogik mahorati sinovdan o'tkaziladi. Buning uchun 10 ta test savoli belgilangan. Ikkala bosqichning har bir savoli uchun 2 balldan beriladi. Shaxsiy ma'lumotlar to'ldirilgandan so'ng nazoratchi ham kelib ma'lumotlarni tekshiradi va testni boshlash uchun ruxsat beradi. Agar ma'lumotlarda xatolik yoki til noto'g'ri tanlangan bo'lsa, orqaga qaytib, qayta tanlanadi. Diqqat qiling. Har bir bosqich uchun alohida til tanlanadi. Sababi, test boshlangandan so'ng tilni o'zgartirish imkoni yo'q. Test boshlangandan so'ng oynada birinchi savol variantlari bilan ko'rsatilgan bo'ladi. Oynaning tepa qismida foydalanuvchi uchun ajratilgan vaqt ko'rsatilgan. Oynaning chap tomonida esa testlarning umumiy soni ko'rinib turadi hamda bajarilgan testlar yashil rangda, bajarilmagan testlar esa ko'k rangda turadi. Test javoblarini belgilash uchun oynaning pastki qismiga tushasiz. Javobni belgilab bo'lgach, keyingisi tugmasini bosasiz. Agar talabgor savolni o'sha vaqtda bajara olmasa, unga istalgan vaqtda oldingi tugmasi yoki oynaning chap tarafidagi qismida savol raqamini bosib qaytishi mumkin. Oynaning o'ng qismida qulaylik uchun fandan kelib chiqqan holda kalkulyator, Mendeleyev jadvali va formulalar to'plami taqdim etiladi. Test jarayonida kompyuterga ulangan web kamerani o'chirish mumkin emas. Agar u o'chirilsa, ekranda kamera uzildi degan belgi paydo bo'ladi. Kamera qayta yoqilmagunicha testga qaytish mumkin emas. Vaqt esa o'tib boraveradi. Agar shu vaqt ichida talabgor kamerani qayta yoqib, testga qaytishga ulgurmasa, u avtomatik ravishda testdan chetlatiladi. Test vaqti faqat 2 holatda to'xtab turishi mumkin. Birinchi holat elektr tarmog'i uzilganda, ikkinchi holat internet tarmog'i uzilganda.
Agar shu ikkala holatdan biri sodir bo'lsa, talabgor joyidan turmagan holda nazoratchini chaqirib, unga xabar berishi kerak. Tarmoq 1 soat ichida qayta yoqilganda, test va vaqt to'xtagan joyidan davom etadi. Agar tarmoq 1 soatdan ko'p vaqt ichida qayta tiklanmasa, test va vaqt boshidan boshlanadi. Ammo savollar boshqa bo'ladi. Agar internet tarmog'i uzilsa, ekranda shu oyna paydo bo'ladi va 20 soniya ichida u qayta tiklanmasa, avtomatik ravishda jarayonning eng boshiga, ya'ni JSHIR ma'lumotlari kiritiladigan oynaga qaytadi. Bu holat 1 soatda sodir bo'lsa, ma'lumotlar yuqoridagidek qayta kiritiladi. Natijada test va vaqt to'xtagan joyidan davom etadi. Test bajarib bo'lingandan so'ng, oynaning o'ng taraf tepa burchagidagi sinovni yakunlash tugmasi bosiladi. Ammo talabgor test jarayonida 30 daqiqadan kam vaqt qatnashgan bo'lsa, bu tugma bosilmaydi. Sinovni yakunlash tugmasi bosilgandan so'ng, oynada test uchun sarflangan vaqt, berilgan savollardan nechtasiga javob belgilangani ko'rsatiladi. Sinovni yakunlash tugmasi bosilgandan so'ng, oynada talabgor ma'lumotlari, savollar va ularga berilgan to'g'ri javoblar hamda to'plangan ball ko'rsatiladi. Jarayon yakunlangach, chiqish tugmasi bosiladi. Aks holda shaxsiy ma'lumotlar ekranda qoladi. Hammaga omad tilaymiz.